2014 yılı 28 yıl Xitay işgalçıları Qashqar viloyatining Yarkan noyisi Elishqi bozorida ilib olgan qirg'inchilikda 3000 dan ortiq Uyg'ur shahid qilingan edi. Xitoy bu voqeani yushirishga urinib rayonga minglagan askar avatib qorshab hech kimni kirgizmagan edi. Bu voqeaga shohid bo'lgan Abubakir Adil ismli 22 yoshli Uyg'ur yosh voqea haqida 3 betlik bir doklad hozirlab dunyoga fosh qilgan edi. Dokladda Xitoy soqchi askarlarining Yarkanda 3000 dan ortiq Uyg'urni yo'qotganligi oshkorlangan. Buning bilan bu voqea 28 yil Elishqi qirg'inchiligi bo'lib tanilgan. Abubakir Adil keyincha Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilindi va turli qiyin qistoqlarga uchirdi. Ularning qarshisida tik turgan Abubakir Adilning oqibati noma'lum. Xitoyning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni fosh qilgan bu yigitning qiyin qistoqda shahid qilinganligidan andish qilinmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan sistemalik bostirishlar sababli diqqat tortgan va Xitoydagi eng yuqori darajalik Uyg'ur amaldori deb tanilgan Nurbekir haqida tekshirish ilib berilib, barliq amallardan ilib tashlanib, Parij jinoyat ortilgan edi. Bu Uyg'ur amaldori haqida dunyo taratqularida chiqqan xabarlarga asoslanganda, Leoning o'lkasi Shinyang shaharlik O'tir xalq sud mahkamasida ochilgan sudda Nurbekir 1998 yildan 2018 yilgacha 80 million Parij bilan ayblangan va jinoyatini o'zining e'tirof qilinganligi aytilgan. Sud hukmi keyincha e'lon qilindi ekan. Amerika, İsrail, Rossiya va Janubiy Sibrus vakillari orasida Washingtonda o'tkazilgan birinchi navbatlik iqtisodiy dialog yig'inida bu davlatlar orasida Sharq O'rta dengizidagi iqtisodiy hamkorlik muzokara qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yozuvchi bayonotda 3 davlat orasidagi birinchi navbatlik iqtisodiy dialog yig'inidan keyin tayyorlangan o'rtaq xulosa doklati e'lon qilindi. Dokladda 3 davlatning diplomatik vakillarining 25-iyul Washingtonda bir yerga kelganligi va Sharq O'rta dengizidagi o'rtaq hamkorlik sohalari muzokara qilinganligi tilga olindi. Amerika prezidenti Donald Trump Turkiyani Rossiyadan S-400 mudofaa sistemasi olganlik uchun ayblamaydiganligini aytdi. Oqsaroyda muxbirlarning savollariga javob bergan Donald Trump Turkiyaning Rossiyadan havo mudofaa sistemasi sotib olish haqida to'xtaldi. Trump vaziyatning nurg'un tarafdan qiyin ekanligini bildirdi va Turkiya masalasiga qarovatimiz dedi. Haj mezgilida Ebola virusi keng tarqalgan Kongo Demokratik Jumhuriyatidan keladiganlarga viza berilmaydi. Saudiya Arabistonining haj mezgilida Ebola virusiga qarshi kurash qilayotgan Kongo Demokratik Jumhuriyatidan keladiganlarga viza berishni to'xtatganligi bildirildi. Birlashma agentlikning Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministrligining Kongo Demokratik Jumhuriyatiga avatgan xatni naql qilib aytishicha, Saudiya Arabiston hojilarni va fuqarolarni qo'g'dash uchun Ebola virusi tarqalgan bu davlatga viza berishni vaqtli to'xtatgan.